Do'stlar, agar sizlarga sifatli preview kerak bo'lsa, shu kanalga yozinglar. Obuna bo'ling. Venusni kanal ham esdan chiqmasin, kommentariyada silkasi bor. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Venus va yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Jinorsdan ko'rib turibsizlar, yana biz zombi apokalipsisdamiz. Venus yana video olishni boshladingmi? Ha, endi nima deysam, ancha-muncha o'rganib qolganman o'sha allaqachon bunga. O'sha men ham o'rgandim. Janob Blake, nima qilamiz? Aytgancha, narigi tomonda qurol do'koni bor. O'sha yoqqa borib kelsangiz yaxshi bo'lardi, qurollarni olib. Aniq lokatsiyani kim? Fenokka jo'ntirganman yaxshilab. Vince, xavotir olmasang-chi, men borman-ku, yonma-yo. Ha, okey, Fenok mana bu arijalarni olib ol. Akam o'zi yetarli menga, bunisini o'zing olib qol. Mayli. Tak, hozir mana bu qurolni, o'qlarni ham olib ol. Okey. Gazgina surib tura olasanmi? Hozir. Mana bularni ham olib ol. Aytgancha mana bu menga kerak emas. Okey, menga bera qol. O'zim olib olaman. Okey. Tak, Jinorson bo'lmasa, biz sekinlik bilan boshlamasak bo'ldi endi do'stlar. Tak, qani olg'a. Okey, yo'maga shuncha zombi yig'ilibdi. Bu yoqqa Jinorson Fenok chiqa qolsang-chi. Hozir men chiqyapman. Ozgina kutib tursang-chi, endi o'qlab olay men ham. Okey. Oruje zo'r ekan lekin Jinorson bu ancha-muncha zo'r oruje ekan. Qatdan topdingmi o'zi? Mana bu bunkerni eski g'oridan hozir chiqyapman, Jinorson. Fenok tez bo'la qol. Jinorson nima bo'ldi? Hozir chiqaman dedim-ku, yonma-yo, nima kirib kelavermasin. Qayoqqa qolding o'zi? Hozir paydo bo'laman, ozgina kutib tur. Okey. Jinorson g'alati ishlar bo'ladi. Sizlarga aytsam, o'zingizlarni ham otib tashlaymiz. Qani men solg'a. Nima orqamdan urasan, Jinorson? Men orqangda man-ku, Jinorson, men ketimdan yursang-chi, ana yo'lda ham ancha-muncha ekan ular. Ha, qo'shilaman gapingga. O'zi Fenok unaqa joylarda menimcha arojalar qolmagan bo'lishi ham mumkin, chunki axir zombi apokalipsisdamiz. Tirik qolganlar hammasi olib ketgan. Tirik qolganlar demasa ham, masalan, banditlarni o'zi ham yo'qotib yuborgan. U yerni kamchilik biladi faqat. Yo'q, ha. Okey, nima sen oldingi hayotingda bu yoqqa kelganmisan? Oldingi hayotim emas, hozirgi hayotimda. Okey. Jinorson, zombi apokalipsisdan oldingi hayoting deb o'xshaydim. Ha, u yoqqa ko'p borib turar edim. Yo'q, ha. Okey, bo'lmasa qani mana shu zombilarni ham otib olsak, u yerdan yaxshigina orujalar olib chiqib ketsak bo'ladiganga o'xshyapti. Lekin juda ham yaxshi bo'lardi, senga aytsam, ko'proq orujalar bilan ancha-muncha zombini otib tashirdik. Menimcha Blake hozir qanaqadir bu yerdan ketishga yo'l qidiryapti. Shahardan ketishganmi? Katta ehtimol bilan boshqa shaharlarda zombilar unaqa ko'p emas va deyarli ular yo'q. Yo'q. Hali ham odamlar bor, shaharlar borga o'xshaydi. O'sha yerga ketishni reja qilyapti qisqasi. Okey, yo'q, zo'r narsa ekan, tez yugurtiradimi deyman. Ha, energetik-ku axir. To'g'ri aytsam, bunaqa narsalarni saqlab yurishini bilmasdim. Sen bilan menga qolgan ish qilib Blake ketib qo'ymay, yana bizni bo'g'izlab o'tirmasin, bu energetikim qani deb. Ha, gapingga qo'shilaman. Bo'lmasa, Fenok o'sha tomonga borishimiz kerak. Ha, o'sha tomonga yaxshilab yugur. Okey, mana bu narsam ham ancha-muncha foyda beryapti. Ustimdan kulyapsan sen faqat. Yo'q, rostdan ham tepaga chiqish ancha oson bu bilan. Biz oldin chiqib ko'rgandik-ku. Ha, banditlarga hujum qilganligi senga bo'lsa juda ham ajoyib damlar edi, senga aytsam. Lekin zombi apokalipsisdan oldin undan yaxshiroq bo'lgan. Zombi apokalipsisdan oldin bunchalik yaqin emasdik, Jinorson. Hozir esa faqat o'zimizga ishonamiz, bir-birimizga. Ha, qo'shilaman. Lamborghini-ku, Lamborghini. Yo'q, juda ham ajoyib ekan. Bunaqa mashinalarni zombi apokalipsisdan oldin rosa orzu qilar edik, esingda bo'lsa Fenok. Ha, juda ham ajoyib edi o'sha damlar. Qo'shilaman. Tak, ish qilib hech kim yo'qmikin, ha? Nima deb o'ylaysan? Tak, ishini ochib ko'ramiz. Okey, qani? Yo'q, hech kim yo'q. Aytdim-ku, hatto arushalar ham shu yerda qaragin bo'lardi. Yoniga shoshilib ketyapman, Jinorson, juda ham ajoyib. Ha, M4 men olsam bo'larmikin? Yo'q, M4 cho'ta nima balo bug bo'lyaptimi bu yerda? Mayli, Fenok o'zing olib qol. Okey, pulemotni sen olib ol. Jinorson, pulemot bu zombilarni qiruvchi deb nomlab qo'yaman men bu orujani. Mana bu yashikda uni o'qlari va qanaqadir kiyimlar bor ekan. Yaxshi-ku. Shit ham bor ekan. Bu juda ham ajoyib. Ha, kiyimlarni yaxshi bo'ladi. Okey, maska ham yo'qmi? Bor ekan.
Ajoyib senga aytsam. Ha, qolgan narsalarni o'zim olib olaman. Okey. Qara menga qanaqa tushib turibman. Ajoyib sen Vins. O'zimdan kulma. Okey. Hazırlash hamma to'g'ri, lekin hazırlashni mavrida emas. Endi yetib keldi bu ahmoqqa. Okey. Men seni tashqarida kutib turaman. Fenok tayyormisan? Ha. Voy Jenor, sen mana bularni hozir masalani onalaringni chiqargandan ko'rsatib beraman. Yo, unaqa gaplarni gapirma Jenni. Okey. Buni yosh kattalar va yoshi juda ham kichkinalar ko'rishi mumkin. Shuning uchun unaqa gaplarni gapirishing juda ham yomon. Ha, qo'shilaman gapingga Vins. Jenor, bu juda ham ajoyib ekan. Mana bu Lamborghiniga o'tirchi. Lamborghini emas, Lamborghini. Okey, endi adashib ketibman-da. Yo, to'xtasin-chi Jenor. Okey, qani olg'ami? Ha. Jenor, mana bularni otib tashlab pulemoting bor-ku axir. Yo, pulemot bilan shundaqa osonki butun shaharni bitta aylanib chiqsak, undan ham ajoyib bo'lardi. Yo'q, buni benzini kam ekan. Menimcha yetib olishimizga ham yetmasa kerak. Okey, Jenor. Yo, tiqilib qoldim Fenok. Hozir Lamborghinining ichida tiqilib qoldim men ham. Yo. Okey, Jenor. Yo, mana bularni ko'pligini-chi. Jenor. Hozir bunaqa kichkina mashinani ichiga hech qachon Lamborghinining ichida o'lib ketaman deb o'ylamagandim. O'lmading-ku, o'lib ketishingga sal qoldi. Ha, qo'shilaman gapingga. Tak, juda ham nima desam ekan? Juda ham qanaqa u qisqa nima deydi? Nafas yetishmaydi u yerda Jenor. Qanaqadir juda ham nima deydi? Zich joylashgan. Ha, qo'shilaman gapingga. Bitta gapni 100 marta o'ylandi-ya, bechora bolakay. Jenor, unaqa gaplarni gapirma. Okey, hazillashtirma Vins. O'zing boya hazillashni mavrida emas deding. Okey, endi nima qilibdi? Biz do'stmiz-ku. Okey, qana bo'lmasa mana bularni ham otib tashlaymiz do'stlar va ichkariga kirsak bo'ladi Blake yoniga. Fenok bu yoqqa kela qoq. Hozir. Yo, Jenor. Yo. Tak. Ajoyib, mana bularni ham otib tashlaymiz. Shuncha zombi yig'ilibdi-yu, menimcha otishmani o'qiga ovoziga kelgan bo'lsa kerak. Ovozni yaxshi eshitadi bular. Uzoqdan hid biladi va ko'ra olmaydi-ku, lekin uzoqdan hid bilishi va eshitishi juda ham ajoyib senga aytsam. Ha, mana bularni ham otib tashlaymiz. Qara shuncha zombini o'ldirib tashladim. Bitta men anaqa bilan, pulemot bilan. Ha, gapingga qo'shilaman. Blake aytgancha, Vins senga aytmoqchi edim. Biz kemada qochib ketmoqchimiz, Fenok uchalamiz. Okey, bo'lmasa ketdik. Bo'lmasa qani o'tiringlar, biz ketdik bu yerdan. Stop. Kimdir ratsiyaga aloqaga chiqdi do'stlar. Jenor, Fenok. Men nima eshityapman? Bechora menimcha qiz bolaga o'xshaydi. Ha, hozir kelaman, kutib turinglar Jenor. Buni benzini tugadi ahmoq. Yo'q, peshkom boraman, mayli, hech qisi yo'q. Okey, Fenok kutib tur meni, xavotir olma. Blake sana kutib tur. Okey, Vins, tezroq borib kelsang bo'ldi. Okey. Men ketdim. Tez kelaman, xavotir olmanglar. Uni ham qutqarganimiz yaxshi. Ha. Jenor, do'stlar, qiz bola. Yo, menimcha zombilarning orasida qolib ketgan, ularni qutqarishimiz kerak do'stlar. Bizning burchimiz bu, Jenor. Tak. Menimcha yetib keldim. Yo, menimcha bitta zombi turibdi, qolgan zombilar qani Jenor. Ancha zombi namozga o'tdi. Tak, yo, o'qim tugab qopti Jenor. Yuzingni kuchini ko'r. Okey. Yaxshi. Juda ham ajoyib do'stlar. Endi bemalol uni qutqarsak bo'ladi, hech qilib bandit bo'lmasin-da. Ichkarida o'tirgan ekan. Jenor, yaxshimisan? Yo, gapirmayapti Jenor. Gapira olmaysanmi? Jenor, tili ketib qolmagan bo'lsa bo'ldi deydi. Meni ketimdan yur, hammasini eplaymiz, xavotir olma. Men seni qutqaraman. Do'stlarim bilan birgalikda boshqa davlatga qochib ketamiz, xavotir olma. Yo, gapira olmayapti Jenor. Nimaga sen gapira olmaysan? Yo, buni ham benzini tugabdi Jenor, mayli. Yo. Qani tushamiz bo'lmasa, meni ketimdan yur, xavotir olma. Pana qilib yuraman seni. Jenor, vash gapirmayapti-yu, ha? Tilni yutib olmagan bo'lsa bo'ldi deydi. Tak, hoy. Shoqol, isming nimaligini ham bilmayman, Jenor. Okey. Bo'ldi, ketdik qani bo'lmasa, yaxshi. Okey, qani ketdik. Jenor, qo'lingda nima? Avtomatmi? Yo'q, avtomatim bor ekan, nima bizdan chaqirding? Mana buni olib ol. Kesdi joyga kerak bo'lib qoladi. Menimcha o'qib kelgan edi qo'lingdagini. Gapira olmasliging juda ham odamni qo'rqityapti, senga aytsam. Qani tezroq kela qol. Hozir seni men do'stlarimning oldiga olib boraman. Qani ortimdan yur, tezroq bo'l.
Okey. Yaxshi do'stlar, endi biz bemalol u yoqqa borsak bo'ladi. Faqat mana bularni bosib yubormagin, xo'pmi? Okey, Jenurson. Yaxshi, tak. Okey, qani bu yoqqa kela qol. Qolib ketma, ismingni ham bilmayman. Gapirsang yaxshi bo'lardi lekin. Menimcha baqirganing eshitildi ratsiyada. Lekin mayli tezroq. Mana yetib keldik, ular albatta shu yerda bo'lishadi. Xo'tir. Stop. Yo'q. Jenurson Fenok. Yo-mayo, uni o'ldirishibdi. Jenurson yo'q. Voy, yo-mayo, uni uyg'otishga harakat qilma. Jenurson, u uyg'onmaydi. Otib tashlashgan, ko'rmayapsanmi? Jenurson. Ay, yo-mayo. Hamma motori ham yechib ketibdi. Iflos Black. Ay, Jenurson hammasi uchun javob beradi, xavotir olma. Yo-mayo. Jenurson. Nima qilamiz endi? Nima bo'lsa bo'ldi. Meni ketimdan yur. Albatta u hammasi uchun javob beradi.